Bemalol 2 soatda shot spravka bilan shuni olib uyga. Barchamizga eng kamida mana shunday hashamatli avtomobillardan minish nasib bo'lsin. Asadbek, shaxsan o'zingiz qaysi modelga solishtirgan bo'lardingiz? Men buni Haval H9 Tahoe bilan solishtirgan bo'lardim. Ular bilan bemalol bu mashinamizni raqobat bo'la oladi. Sizni obunachilaringizga Xudo xohlasa zo'r yangiliklar bor. Hech kimga qilib bermagan bonuslarni Xudo xohlasa qilib berishga harakat qilamiz va mashinani tezroq, ya'ni 2 soat mobaynida olib chiqib ketishga harakat qilamiz boshdan. Xo'p, hozirgi eng trendiga mashinalardan bittasi. E'tiboringiz markazida Haval H9 yuragi. Yirtaman degan otlar yotibdi. Gazni bossiz bo'ldi, shundoq olib ketadi. Jizzaxda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarni o'zini pulini bo'lib to'lashga, ya'ni rassrochkaga olib chiqib ketsangiz bo'ladi, do'stlar. Haval Dargo, Haval Julion, Haval H9 modellarini o'zini pulini foizsiz to'lab bersanglar bo'ladi. Akalar, Haval avtosaloniga yetib kelganmiz. Bizga yaqindan yordam beradigan do'stimiz Asadbek. Charchanasiz, salomlashib qo'ydik. Nima yangiliklarni qilishsak bo'ladi? Aka, sizni obunachilaringizga Xudo xohlasa zo'r yangiliklar bor. Xo'p. Sizni obunachilaringiz keladigan tomondan keladigan odamlarga bonuslarni ham qilib beramiz zo'rini. Chegirmalarni qilib, bonuslarni qilib beramiz, Xudo xohlasa. Cho'tki qilib beramiz. Rassrochkaga foizlarni ham Xudo xohlasa kamaytirib, iloji boricha yo'q bonuslarni, hech kimga qilib bermagan bonuslarni Xudo xohlasa qilib berishga harakat qilamiz va mashinani tezroq, ya'ni 2 soat mobaynida olib chiqib ketishga harakat qilamiz boshdan. Ha, eng akalar qiziqarli ma'lumot. Hozir inomarka olayotgan insonlar poligonga borib 2 oylar kutib turishibdi. Bizda shunday afzallik tomoni borki, avtosalonga kelishadi, 2 soat ichida nomlarga rasmiylashtirib beramiz deyishadi. Agar mashinamizni ichida bor bo'ladigan bo'lsa, o'zlarining to'lovlarini qabul etsa, bemalol 2 soatda shot spravka bilan shuni olib uyga ketishaveradi. Bemalol mashinani 2 yilgacha foizsiz rassrochka dedik. Qaysi modellarimizgacha bor? 2 yilgacha foizsiz rassrochkalarimizni qarang. 50% to'lov qilishadigan bo'lsa, Haval Dargo, M6, Julion modellarimizga ketadi bu hammasi. Xo'p, Haval Dargo, Julion, Haval H6 modeliganmi? Haval H6 modeligan. H6 ham bor. Xuddi shunday. Akalar rassrochka qilib chiqib kelsanglar bo'ladi. Lekin Haval Dargoni oq komplektatsiyasi ham boshqacha turar ekan. Seryozni. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda qora rangi bor. Xo'p, qora rangi, bu oq rangi, bu juda ham noyob. Albinos desa ham bo'ladi. Juda ham kam. Lekin akalar, oddiy tema, bir qator sizlarga narxlarni eslatib o'tamiz. Umuman gapirish mumkin emas. Hozir O'zbekistonda bitta avtomobil ko'rsataman, qaysi mashinaga solishtirishni o'zlaringlar yaxshi bilasizlar, obunachilar. Haval H9. Barchamizga eng kamida mana shunday hashamatli avtomobillardan minish nasib bo'lsin. Asadbek, shaxsan o'zingiz qaysi modelga solishtirgan bo'lardingiz? Men buni hozirgi O'zbekiston bozoridagi kruzerlar bilan yoki bo'lmasa turk-sutkalar bilan Haval H9 Tahoe bilan solishtirgan bo'lardim. Ular bilan bemalol bu mashinamizni raqobat bo'la oladi. Raqobatdosh bo'la oladi. Nima uchun degan savolingizga, bu akalar Haval H9 avtomobilini Haval avtosalonida 2 xil komplektatsiyasi bor. Birinchi komplektatsiya do'stlar, ikkinchisiga qaraganda prostorroq, lyuklik bo'ladi, ikkinchisida panorama tomlargacha bo'ladi. Avtomobilimiz dvigateli-chi, aka? Nima deysiz? Motori, avyomlar. Motori qarang, 2 litr GDI turbin motor bo'ladi. Xo'p. Ot kuchi 218 ta bo'ladi. 218 ta baloni ham bir xilda yuradi. 4VD. To'g'ri privatni mashinamiz bo'ladi. Ana shunday akalar. Bemalol bu mashinani olib, off-roadlarga, tog'larga yoki qanaqadir sayohatlarga olib chiqsanglar bo'ladi. Hamma mashinamiz 7 kishilik, hamma qulaylik bor mashina ichida. Ko'rib turibsiz, ko'rinishi ham katta, zamonaviy. Xo'p, hozirgi eng trendiga mashinalardan bittasi. Protashasi yuqori bo'layotgan avtomobillardan bittasi. Qarang, birinchi komplektatsiyaning narxi necha bo'ldi? Buni narxi hozir 535 million. 535 million so'm. Xo'p. Mana akalar, ko'jalari ham ko'rayotganingiz perforatsiyalik, umuman uncha-munchaga terlatmaydi. 7 kishilik bu. 7 kishilik, xuddi shunday. 7 kishilik model. Mijozlarni haqiqatan ham akalar o'ylangan, tepalarda klimat kontrol sistemalari hamma yo'llari kelgan do'stlar. Zo'r. Bitta niyat qilib qo'yinglar. Buni ikkinchi komplektatsiyasining narxi necha pul turadi? Ikkinchi pozitsiyasi bo'ladigan bo'lsa 570 million so'm bo'ladi. 570 million so'm, ha? Endi tashqi ko'rinishdan yoki motoridan hech qanday o'zgarish yo'q. O'zgaradigan narsasi balonning razmeri 19 razmerda bo'ladi.
va bunda hozir lyuk bo'ladigan bo'lsa, unda panorama bo'ladi. Va massaj sistemasi qo'shilgan. Salonda rangi ham o'zgarishi mumkin ikkinchi pozitsiyasida. Ha, klient xohishiga qarab o'zgaradimi yoki salon tomondan klient xohishiga qarab, albatta, xuddi shunday. Bo'l. Bitta Ajdar motorini ko'rsak bo'ladimi? Xuddi shunday. Xo'p bo'ladi. Motorni sizlarga ko'rib, hozir ozgincha ma'lumotlarni berib o'tamiz. 5 yil yokida akalar 150 ming kilometr. Mashinaga rasmiy 5 yil kafolat beriladi yoki 150 ming kilometrgacha qaysi biri birinchi bo'ladigan bo'lsa, kafolatlari hammasi ishlaydi. Azxon aka bemalol yaqinlashib kelishingiz mumkin. Endi hozir bu maxluqimizning yuragini ko'rsatamiz. E'tiboringiz markazida Haval H9 yuragi. 2 litrlik GDI motor. Ot kuchi nechta dedingiz? Ot kuchi 218 ta qop-qora bayirlar yotibdi hozir bularda. Arabotlar ha? Arab. Ano, yirtaman degan otlar yotibdi. Gazga bossiz bo'ldi, shundoq olib ketadi sizni. O'zi olib ketadi. Bo'ldi. Eng muhimi, akalar sizlar normalniy pulga mashina sotib olyapsizlar. Albatta, avtosalon tomonidan sizlarga qulayliklarni, ma'lumotlarni batafsil hammasini berib o'tiladi. Xo'p, ko'rayotganingdek, zavodskiy podnoshkalari do'stlar, podveskalari ham anchagina yuqori. Avtomobilni akalar o'rindiqlari ham anchagina keng joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Polniy sidinlarimiz elektronniy do'stlar. O'zingizga xohlagan nimada moslashtirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, abgrev sidinlar, abduflari ham bormi? Abduf bor. Abduf ham bor, ha? Ikkinchi pozitsiyasi ham bo'ladi. Akalar, salon anchagina keng, monitor do'stlar ko'rayotganingdek. Mashin zo'r do'stlar. Nima deysizlar? Ikkita oldida massajlargacha bor dedingiz, ha? Hozir bunda yo'q. Keyingi pozitsiyasida bo'ladi. Keyingi pozitsiyasida bor. Ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Беспроводный zaryadnilargacha bor akalar. Nima deysizlar? Akalar, ko'rish kerak. 100 marta gapirgandan ko'ra 1 marta anaqada ham aytib ko'rishingiz mumkin. Mana faroklarni ham ko'rishingiz mumkin. Bir vaqtda o'zida bemalol 150 kilometrgacha ko'taradi. Hozir ko'tara oladi. 150 kilo. Bemalol. Akalar, kelish kerak. Bu avtomobilga ham avtosalonda test drive bor. Test drive hozirgi kunda mavjud emas. No, iloji boricha siz obunachilarga qilib beramiz. Hamma sharoitda qilib beramiz. Iloji boricha faqat kelishsin, mashinani ko'rishsin, shartnoma olib xarid qilishsin bo'ladi. Bonus, yengillik yoki test drive'larni qilib beramiz. Test drive'largacha qilib beramiz. Shunday. Endi akalar buni eng full komplektatsiyasini ham sizda haydab ko'rish imkoniyatlarigacha bo'lishi kerak. Har bitta avtosalonda test drive'lar mavjud. Kelib bemalol ko'rsangiz bo'laveradi. Mana bu joyda polisli xarakteristikalarigacha do'stlar ko'rayotganingdek berib o'tilgan. Boshqa modellari ham bor do'stlar, ko'rayotganingdek Haval Julion aytib o'tdik, Haval M6 bu oldingi komplektatsiya bu. Qaysi biri? M6. Bu yo'q, M6 ning ikkinchi pozitsiyasi bu. Ha, bu ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiyasi, M6 ning uchinchi pozitsiyasi bu. Nechta pozitsiyada bor o'zi? M6 3 ta pozitsiya bo'ladi. Bu hozir 2 bilan 3 turibdi. Bir ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi birinchi pozitsiyasi ham. Ha, birinchi pozitsiyalari ham dizayni bir xil. Faqat u mexanika korobkada bo'ladi. Ha, buni mexanikalari ham bor. Faqat M6 da mexanika korobkasi bor. Voy, gap yo'q. Endi ko'pchiligi mexanika yo'qadi, akalar, mexanika korobka ham bo'ladi. Sidinlar ham bunda material sidina bo'ladi do'stlar. Qolaversa, mana Julion avtomashinasi, akalar, 50% to'lashlar kerak bo'ladimi? 50% to'lash kerak bo'ladi. 2 yillik yoki 1,5 yillik рассрочкаga olishligi mumkin bo'ladi, foizsiz bo'lib to'lashga. Foizsiz o'zini pulini bo'lib to'lashga. Klientlar bor ekan, bezovta qilmaymiz akalar. Bemalol akalar xohlagan avtomobillarni kelib ko'rib kelsangiz bo'ladi. Ya'ni aka bitta narsaga e'tibor bering. Haval Julion mashinamizda 3 xil salon rangi bo'ladi. Bu hozir mana. Akalar, mana bu dizaynga necha bo'lib akalar. Qizil bilan qorani korablatsiya qilib juda ham chiroyli rangda chiqarishgan do'stlar. Bu ham o'sha mijozlarimizdan istagiga kelib chiqqan holatda xohlasa qora, xohlasa qizil yoki jigarrang rangda bo'ladi. Ha, klient xohishiga qarab turib, bunisini o'zgartirib bersa bo'ladi. Akalar, Haval Dargo avtomobili. Lekin dizayni buniki ham o'ta boshqacha ekan, to'g'risi. Xo'p, bular polniy привод bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa polniy привод bo'ladi, off-road uchun yoki shahar uchun mo'ljallangan avtomobilimiz. Bu Dargo mashinasini eng oxirgi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi bu yerda. Ko'rishingiz mumkin, naturalniy koja, alcantara, display, kamera. Va yana e'tibor berishingiz mumkin bo'ladi Azxonaga. Kolonkalari ham, akustika sistemasi ham Infinity. Infinity havolik emas, bu Infinity. Muzikani yaxshi ko'radiganlarga, baland eshitmoqchi bo'lganlarga bu aynan zo'r. Subwooferlar ham mavjud bor. Subwooferlar ham mavjud. Avtotarmajeniya, avtotarmajeniyasi bor. Palasajeniya ham bor. Palasa ham bormi? Palasani ham ishlaydi. Adaptивный круиз контроль ham bor. Har xil tezlik, ограничитель, hamma anaqa nima deyapti?
Znaklarni ham o'qiydi. Znaklarigacha o'qiydi. Xo'p, Обдув, обогрев, массаж, электронный пакет, сиденье, прозрачный капот, head-up display, беспроводная зарядка, 360 kamera. Nimani bilasiz elektronikada bo'lishi kerak. Hamma narsa shu mashinada bor. ana shundoq. Narxi necha puldi? Narxi 430 million. 430 million so'm. 430 Eng full komplektatsiyada, Eng to'g'rimi? full. Buni pastroq komplektatsiyasi ham bor. Arzonrog'i mana. Bu birinchi pozitsiyasi, bu 430 million. Bu 400 million. 400 million so'm. 400 million. 30 million raziyasi bor. 30 million. Nimasi farq qiladi endi asosan? 30 million farq qiladi, lekin bunda qarang. Naturalniy koja bo'lmaydi, искусственный koja bo'ladi bular hammasi. Bu yerda keyin kolonkalar infinity bo'lmaydi bu yerda. Akustikalari ham oddiy, bo'ladi. Aha. Bo'ladi. Panorama tomimiz bor lekin. Panorama tom bo'ladi va 220 rajon bo'lmaydi bunda toklari. Ikkinchi pozitsiyasida 220 ham bo'ladi. Tog'larga chiqqanda tepalarni qo'yib bemalol 220 nima ishlasa ishlatish mumkin bo'ladi. Bo'ladi. Hop, xohlasang naqd, xohlasang rassrochka, xohlagan varianti klientlarning o'ylagan holatda akalar qulayliklari bor. Avtosalonga kelib 200 marta gapirgandan ko'ra bir marta mashinani test drive qilib, yo'qsa olib kelsangiz bo'ladi. Batafsil akalar ma'lumot olish uchun pastdagi raqamga aloqa qilsangiz bo'ladi. Asadbek, sizga ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Xudo xolisa test drive'dan o'tib ketdik. Test drive'lar ham bormi mashinada? Orientirni tushuntirib o'tib ketaylik, oka. Orientir bo'l. Orientir zo'r bo'ladi akalar. Agar ko'pchilik so'raydi, bizdan orientirni ham asman berib o'ting deb keladigan insonlarga. Xo'p. Qo'yliq tomondan keladigan insonlar uchun Qo'yliq mostidan tushganingizda, akalar, chap qo'lingizda Haval avtosaloni keladi. Xuddi shunday. Ipodrom tomondan keladiganlarga o'ng qo'lingizda Qo'yliq mostiga yetmasingizdan akalar Haval avtosaloni oxirgi tochka sizlarni kelib bemalol maqsadingiz bo'ladi. Bu yerda test drive mashinalari bor, ha? Test drive hamma modellarga mavjud. Haval M6, Haval Julian, Dargo, Wingle mashinalarimizga mavjud. Hammasiga mavjud. Hammasiga mavjud. Faqat o'zligi bilan ID pasport yoki pravolikni olishsa bo'ldi, qilib beramiz. Rasmiylashtiramiz, qo'l qo'yib berishadi. Test drive qilib bemalol mashina sinab ko'rishingiz mumkin. Avtosalon har kuni ishlaydi. Shanba ham ishlamiz. Ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha xalqimiz xizmatidamiz. Yakshanba kuni ham ishlaysizmi? Yakshanba kuni ham ishlaysiz. Yakshanba kuni ham ishlaymiz. Dam olmaydigan insonlar bilan bemalol. To'g'risan, faqat kelish kerak, havaldan shartnoma olib mashina olish kerak bo'ldi. Har doim shu yerdamiz. Aloqadamiz.